O'zbekistonda benzin stansiyalarida uzun shiratlar bularni Ozodlik xabarchisi Toshkentda 16 oktyabr tushirib qo'ydi. Xalqning benzinga shirattiruvining sababi hukumatning yil ozig'ina qadar uni o'lchabgina berishga degan qaror qabul etib bo'lgan. Yil ozig'ina qadar benzinning jetnavi ehtimal. Gruziya bosh qalasi Tiflisda ko'rshi Ozarbayjonda kishi huquqlarini yoqlovchilarga tilakdoshlik chorasi uzdi. Jay kuni qo'lga olingan Rasul Jafarov hamda Layla Yunus davlatga xiyonat, qonunsiz biznes olib borishda ayblana. Ozarbayjonda endi bir necha oy oppozitsiya vakillarini bosim bora. Siyosiy tutqunlar ismligida 100 dan ortiq kishi. Moskvada invalidlar huquqlarini yoqlovchilar Rossiyaning yoshlar uchun davlat kitobxonasiga borib, onda invalid orbalari uchun kirish mumkinliklarini, noshar ko'ruvchilar uchun o'ng'ayliklar bo'lib-bo'lmag'ini tekshirdi. Aktivistlar bunday choralar bilan invalidlar uchun bek joysiz bo'lgan Moskva shahrida mumkinliklari chekli bo'lgan kishilar uchun turmush shartlarini yaxshirtishga erishishga tilaydi. Makedoniya ichki ishlar ministri bosh qala Skopyeda borgan yoshlar orasida kuch qo'llanuv ham agressiyani bitirish uchun maxsus kampaniyada o'zida qatnashdi. Ministr xonim avtobuslarda ham to'xtalishlarda kampaniya turida anglatgan o'ram qog'ozlari taratdi. Skopye kuch qo'llanuvsiz shahar deb ismlangan proyekt qisalarida studentlar, ota-onalar ham o'qituvchilar bilan turli uchrashuvlar ham ochiq diskussiyalar qaralgan. Qozog'istonning Shimkent qalasida yilda uyushtirilib turgan muzika beygisida qozoq jirchilari jengdi. 16 oktyabr yumg'oqlangan chorada Qozog'iston, Rossiya ham Sovetlar birligidan 43 jirchi qatnashdi.